Assalomu do'stlarim hammaga. Bugun mana parkur modini o'ynaymiz. Xo'p, lekin mana yer kelgan-u, lekin anonsi qo'ymagan. Mayli. Parkur. Yo, tushib ketmaslik kerak. Ha, bo'ldi, tushunarli. Davay, keyingisi. Qani? Tezlik bilan. Shu. Mana yaxshi. Xo'p. Mana shu. Fash. Oh, Xudoga shukr. Parkurlarni buncha qiyin. To'xta. Parkurlar bo'ldi. Shu. Yo'q, tezlik bilan sakrash kerak ekan. Voy, yo'q, buncha qiyin. Mana shunday yaxshi. Xo'p, yaxshi. Sal qoluvdi-ya. Shunday qilib, shunday chiqib turib bossam nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Bu yerda kreativ ham bo'lmaydi. Eng qizig'i. Chiterlikni ishlatmang deydi. Xo'p, tezlik bilan chiqish kerak ekan. Sakra, nima bo'lyapti bilmayman. Shaytonlama. Xo'p, yaxshi. Shaytonlab qolma. Shu, yaxshi. Shu, shera kelib hammasi. 2 blokdan sakrab ketaman. 3 blokdan ham. Beram 3 blok. Buncha sakrash qiyin. Jahlimga tegdilaring lekin. Ana endi shunday o'tib ketaman. Yo, yaxshi. Jahlimga tegdilaring yaxshi. Voy, qanday qilib bo'lishi mumkin-a bu? Oxirgacha keldim. Tugma bosilmay qoldi. Bo'lmayapti-ku. Mana shu yerdan chiqib turib, bera sakrab bo'lmaydimi? Menimcha uzoqlik qiladi-yu. Rosta ko'p gapirganimdan menimcha o'tib bo'lmayapti. Yugur. Sakra iltimos, yaxshi. Shu, sakra. Voy, qanday qilib o'tish kerak bu yerdan bo'lmasa. To'xta, hozir mana bu yerdan sakrab turib. Mana bu yerdan sakrab. Shunday mana qilsak, yetib olaman menimcha. Chunki men baland sakrayman. Meni loq deb o'ylaysizlarmi? Aslida o'zlaringiz loq. To'xta, agar olsa. Bunday sakraymiz. Bosib bo'lmaydi. O'zi bilan bunday qilib bosish kerak bo'lsa. Mana bu yerdan bosib bo'lasizlar bo'lmasa. Bosaylik, los. Mayli. Yo'q, sakramayman bu safar. Sakraymiz. Endi mana bu xalaqit beribdi nimagadir. Aynan mana shunday sakrash kerak ekan. Mayli, berdan sakraylik. Ana shu meni xato qilibdi. Xato ish qilib qo'yaman. Buncha qiyin parkurdan o'tish. Shunchalik qiyin bo'lsa-ya, tez sakra shunda hali oldinda bosh qotirmada turibdi. Sakra. Yetib olaman, lekin qanday mana bu tugmani ustiga chiqishni o'ylash kerak.
O zaman bana tepeden sakrasamchi. To'g'ri olamanmi? Tepeden sakrash kerak menimcha. Endi tushunarli. Nimaga bu buncha balanga bemalol belan bu yoqqa sakrab bo'ladi deb tushungan bu yerim. Menimcha, lekin buncha blokdan sakrab bo'lmaydi-da yergacha. Sakraymiz. Nima sakramadi bu o'zi? Mana shu yerdan turib voy, buncha qiyin. Hozir mana bu yerdan turib bosib bo'lmayapti uzoqdan. Kreativ o'tib ham bo'lmaydi. Kreativ o'tmagan manam dashi bunaqa parkurlarga. Menimcha bu videoning ikkinchi qismi bo'ladi-yo. Shunchalik noto'g'ri qilamanmi? Shu balash yaxshi. Mana shu meni jahlimga tegayapti. Endi tez chiqmasam men endi tez nimaga men shu yerga tez chiqmayapman ha? Tezlik bilan chiqamiz. Tezlik bilan chiqamiz. Tezlik bilan sakraymiz. Iltimos, shu o'xshasin. Bo'lmasa tugmani bosmay turib yuguraveramiz. Oxirigacha boraylik qani. Tugmani bosishga urinmaymiz-da. O'sha yerda sakraymiz, prosta. Holiyam men ikkinchi parkurga qolib ketdim. Namuncha qiyin bo'lmasa bu parkur. Endi tushunarli. Bosib olishga urinmaslik kerak ekan. Shukr. Qiyin menimcha bu yerdan ham o'tish. Sakraymiz bunda. Nima yozib sakramadi? Shilqa-bilqa. Shiliq-biliq qilib sakramadi-ku. Bu yerdan bunday qilamiz-da. Shu balash sakraymiz. Balash sakraymiz. Böyle tushunarli bu yerda. Shunday yoniga borib, turib shu balash. Shu. Böyle tushundim. Sakrab turib, bera sakraymiz, balanga chiqaveradi bu. Balanga chiqqan vaqtda sakrayverish kerak. Voy, nega tez sakramadim ha? Sakra. Böyle tushunarli. Tugmani ham bosamiz. Shu sakraymiz. Tushamiz. Eng osoni 4-chi va 3-chidir bo'ldi. Nima? Hozir mana shu yerdan turib shu olish qiyin-ku. To'xta. Mana bu yerdan turib takror olish kerak. Men shunga sezdim-da. Shu tezlik bilan to'xtash kerak. Balash. O'tib ketaman hammayam. Nima yongan bu?
Nima? Yo'qmi? Bu to'g'risida xalaqit uchun. Xalaqit beradi. Ko'rmaymiz. Bosal. O'tirmaydi. Böyle. 3. Endi hammasidan o'tish oson men uchun. Lekin mana bu muzli zona juda qiyin bo'lsa kerak. Mana shu menimcha juda qiyin bo'lsa. Yo'q. Namuncha qiyin. O'tir, mana shu yerga o'tir. Vash sakrash qiyin menimcha bu yerdan bu yergacha. Mayli do'stlarim, videoni shu yerga to'xtatamiz. Keyingi qism uchun 10 like iltimos. Keyingi qism uchun. Hammaga xayr do'stlar.